Assalomu alaykum barcha obunachilarimiz. Navbatdagi mana temir qafaslarimiz tayyor bo'ldi. Obzorni sizlar bilan bo'lishamiz. Kattalar hamda tovuqlar uchun tayyor bo'ldi. Qafas rollar bilan harakatlanadi. Juda ham chiroyli holatda tayyor bo'ldi. Ranglar mokri, oldiga ko'z qalin sitkalar tortganmiz. Oldi tortichkalari, razmerlari bo'yi 2 metr, uzunligi 1.45, yon tomoni 1.10 cm va ichlarida mana bunday go'zal holatda uyalari mavjud. Tepada stiklavatlar qo'yganmiz. Jami 16 ta gnezdo, bitta qo'nog'i joylashgan ichida. Pastlarini apshka bilan qoplaganmiz. Yomg'irda ham qafasimiz juda ham baquvvat holatda bo'ldi. 2 dona shuni o'zidan mana tayyorladik. Qolaversa tovuq ishqibozlar uchun mana uzunligi 4 metr, eniga 1.10 cmli tovuq qafasining o'rtasidan bo'lingan. Doy dishlari, sitkalari ham qalindan bo'lgan. 30 ta, 25 ta katta tovuqlarni bemalol o'z bag'riga sig'ib oladi qafasimiz. Ichkaridan turib tuxumini olib foydalanish mumkin. Ichiga kirib o'tirilmaydi albatta. Mana bu yerdan olib foydalanish mumkin. Tomlari, latuklarini ham baquvvatidan qo'yganmiz. Ranglari mokri. Mana bu yerda katta ishqibozlar uchun mana yana bitta qafasimiz tayyor bo'lgan. Ichi arka ko'rinishda 16 ta gnezdosi hamda bitta parlashxonalari mavjud. Ranglari hammasiniki mokri. Kimga shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, mana bu yerda ham tovuq qafaslarimiz bor. Murojaat qilishlaringiz mumkin. Rahmat hammaga.